Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Äh, Bugungi demak, ofis ilovalari va VBA dasturimizdagi 12 ma'ruzani videosini mana tayyorlayapman men. Shu bilan tanishib chiqasizlar. Matni ham tashlab qo'yaman, to'liq o'qib chiqasizlar. Bugungi ma'ruzamiz mana shu fanning oxirgi ma'ruzasi bo'lib, bu ma'ruzani nomi Windows API funksiyalar bilan ishlash, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, DAO, Data Access Object deb nomlanadi. Ana shu dars rejasi bo'yicha. Hop, bugungi ma'ruzamizni nomi shunaqa. Bu mavzu oldingi darslarda o'rgangan VBA asoslarini kengaytiradi va sizlarga VBAni tizim darajasida, ya'ni Windows API va ma'lumotlar bazalari bilan qanday qilib chuqurroq ishlatish mumkinligini tushuntiradi. Endi bu yerda ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni biz o'tgan darsda ham ko'rib chiqqanmiz. Bu yerdagi ba'zi kodlar ana shu narsani takrorlaydi, lekin hechqisi yo'q. Endi bu yerdagi bugungi mavzuni asosiy mag'zi bu Windows API funksiyalari bilan ishlash qanday amalga oshirilishi haqida gap ketyapti. Windows API demak bu Microsoft tomonidan yaratilgan ana shu ilovalar interfeysi. API degani Application Programming Interface degan ma'noni bildiradi. Ana shu interfeysda ana shundan qanday foydalanish haqida gap ketyapti. Avvalo nima uchun bu mavzuni o'rganamiz? VBAning kuchi shundaki, u faqat ofis ilovalari bilan cheklanmaydi. Windows API orqali tizim funksiyalarini, masalan, faylni boshqarish, xabar oynalarini chaqirib ishlatasiz, bunda ishlatishingiz mumkin. DAO orqali ma'lumotlar bazalarini avtomatlashtirasiz. Masalan, VBA orqali fayl nomini olish yoki ma'lumotlar bazasiga ma'lumot qo'shishni kod orqali bajarsangiz, dasturlaringiz ancha kuchli bo'ladi. Hop, demak bu ma'ruza qamrab olayotgan sohalar, muhokama sohalari Windows API nima va VBAda undan foydalanish qanday amalga oshirilishiga doir gaplarni ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash asoslari, DAO texnologiyasi va uning VBAda qo'llanilishi. Mana shu narsalar haqida demak qisqacha to'xtalib o'taman hozir. Hop. Endi birinchi Windows API funksiyalari bilan ishlash. Windows API, mana men boya aytganimdek, Application Programming Interface. Bu Microsoft Windows operatsion tizimining funksiyalari to'plamidir. Ya'ni bu operatsion tizimning funksiyalari to'plami, tayyor funksiyalar to'plami. Biz ularni chaqirib, demak ulardan foydalanib, ularni ishlatishimiz lozim bo'ladi. U orqali VBA tizim darajasidagi vazifalarni bajarsangiz bo'ladi. Masalan, fayl ko'chirish, xabar oynasi chiqarish yoki foydalanuvchi nomini olish. Hop, API nima? Windowsda kutubxona fayllari saqlangan funksiyalar bu demak nima ekan? API ni tashkil qilar ekan. Mana user 32 DLL, kernel 32 DLL fayllarida ana shu Windowsning funksiyalari saqlanadi. Ya'ni operatsion tizimning funksiyalari demak saqlanadi. Xo'p, endi VBAda ishlatish. Declare function orqali API funksiyasini e'lon qilasiz. Demak, declare function so'zlari orqali demak API funksiyasini nima qilish kerak bo'ladi? E'lon qilish kerak bo'ladi. Xo'p, endi sintaksisi mana declare function, keyin funksiyani nomi, libdan keyin kutubxona, keyin argumentlar, keyin funksiyaning turi beriladi. Xo'p, afzalliklari: VBAda cheklovlarni chetlab o'tish mumkin. Masalan, maxsus xabar oynalarini ochish va hokazo hokazo. Xo'p, endi mana bu yerda bir amaliy misol keltirilgan. Keling mana shuni ko'rib qo'yaylik bir qator. Foydalanuvchi nomini olish. Get username API funksiyasidan nima qilish? Foydalanish. Xo'p, endi qarang, keling mana bu yerda mana shu kod keltirilgan. Xo'p, endi bu kodda mana ba'zi qatorlari, mana birinchi qatori yo'q, mana bunaqangi reshotka bilan boshlanyapti. Bu nimani anglatadi? Bu shartli kompilyatsiya degan ma'noni anglatadi. Mana bu kodning birinchi qatorida if VBA7 then deb turib, declare bilan e'lon qilinyapti. Funksiya nomi to'g'rimi?
va mana ptrsafe function f nomini ol deb mana men nomlab qo'ydim o'zbekchalashtirib. Qayerda siz o'zbekcha yozishingiz mumkinligini ko'rsatish uchun. Keyin mana bu kutubxonadan olish kerakligi ko'rsatilyapti va funksiyaning, ya'ni foydalanuvchini nomini oladigan funksiyaning o'zini nomi, sistemadagi nomi mana bunaqangi deb chaqirilar ekan va qavsida uning parametrlari kelyapti. Hop, demak, nima uchun if vba deb vba 7 deb yozib qo'yildi? Ya'ni bu ofisda ana shu ma'lum bir yildan keyingi versiyalari uchun biz mana shu qatorda yozishga majburmiz. Undan oldingi eski versiyasida ishlayotgan bo'lsangiz, siz eski operatsion tizimlarda u holda mana bu else qismi ishlaydi. Hop, endi mana bu ifni tugashi mana bu yerda end if deb tugayapti. Demak, mana bunaqangi reshotka bilan boshlangan nimalar, qatorlar bu shartli kompilyatsiyani bildirar ekan. Bu to'g'ridan to'g'ri VBAning narsalari emas. Hop, endi keling mana shu nimaga murojaat qilinyapti. Endi mana bu yerda mana o'zimizga tanish ko'pdan beri ishlatayotgan sub nimasi kelyapti, protsedurasi kelyapti. Bu protseduraning nomi foydalanuvchi nomi deb atalgan. Bu yerda mana dim nom string deb e'lon qilinyapti. Va hokazo buni bir qator ko'rasizlar. Nomni keyin mana bo'sh joy bilan to'ldirish amalga oshirilyapti va yana undan keyin mana bu yerda nima kelyapti? Shartli kompilyatsiya kelyapti. If va 7 bo'lsa, ya'ni oxirgi versiyalari ishlatilayotgan bo'lsa, bu holda nsize degan o'zgaruvchi long ptr toifasida e'lon qilinyapti. Aks holda, ya'ni eski versiyalar uchun nsize o'zgaruvchisini long toifasida e'lon qil deb mana bu yerga biz buyruq bo'lib qo'yapmiz. Ya'ni shartli kompilyatsiya qilinar ekan. Agar demak sistema yangi bo'lsa, 64 bitlik sistema bo'lsa, mana bu satr ishlar ekan. Mana bu satr. Aks holda 32 bitli sistemalar uchun, operatsion tizimlar uchun mana bu sistema nimani ishlat degan bu yerda mana shu shartli kompilyatsiya nimasi ketyapti, bosqichi ketyapti. Undan keyin yana oddiy o'zimizni ana shu Visual Basic Core Application nimasi turibdi mana bu yerda operatori nsize ga. Endi nsize ko'ryapsizmi? E'lon qilindi o'zi nsize mana bu yerda e'lon qilgan. Ya'ni yoki bu yerda e'lon qilingan. Agar sistema yangi bo'lsa. Va eski sistemalar uchun mana bu qatorda e'lon qilingan, mana bu qatorda mana e'lon qilingan long toifasida. Lekin bir marta e'lon qilingan xolos nsize o'zgaruvchisi. Endi ana shu nsize o'zgaruvchisiga mana bu nom deb atalgan satrning nimasi uzunligi berib qo'yilyapti. Len bu uzunlikni bildiradi. Va undan keyin f nomini ol degan funksiya chaqirilyapti. F nomini ol degan funksiyani agar qiymati 0 dan farqli bo'lsa, bu holda message boxga foydalanuvchi nomi chiqarilyapti. Demak, mana bu yerda f nomini ol degan funksiyani nomini biz o'zimiz berib qo'yar ekanmiz. Mana bu yerda berib qo'ydik. Qanaqa deb nomlagan bo'lsangiz, xuddi shunaqa deb nomlashingiz kerak. Mana bu yerda ham o'sha nom kelishi kerak va mana bu yerda ham shu nom kelishi kerak ekan. Va undan keyin bizga message boxga ana shu foydalanuvchining nomi chiqarib berilyapti. Agar xatolik bo'lmasa, aks holda xatolik yuz bergan bo'ladi, unda foydalanuvchi nomini olish mumkin emas degan yozib chiqarilyapti. Endi bu mana bu nima? Bu kod nima ish qiladi degan narsa batafsil bu yerda yozib qo'yibmiz. Bu kod Windowsdan foydalanuvchining nomini oladi. Ya'ni foydalanuvchi Windowsda bilasizlar, foydalanuvchining nimasi bo'ladi, o'zini nomi bo'ladi Windows operatsion tizimida. Mana shu sizga shu nom qandaydir sababga ko'ra kerak bo'lsa, mana shu ofis ilovalarida yoki bo'lmasa olmoqchi bo'lsangiz, siz mana shu funksiyadan foydalanishingiz, mana shu nimadan kechirasiz, protseduradan mana bu foydalanuvchi nomi degan protseduradan foydalanishingiz mumkin. Mana shunday tarzda olinishi mumkin ekan. Bu Windows API ni ishlatishga, Windows API dan foydalanishga doir bitta misol bu sifatida keltirilyapti sizlarga. Hop, endi undan keyin mana ma'lumotlar bazasi bilan ishlash ham bugungi nimamizda ko'rilyapti. Ma'lumotlar bazasi DB database ma'lumotlar to'plamidir. Bilasizlar, oldingi darslarda ham o'tganmiz buni. VB orqali DB ni boshqarish DAO yoki ADO orqali amalga oshiriladi. DB yaratish create database orqali amalga oshiriladi. Jadval va ma'lumotlar bilan ishlash open record set orqali amalga oshiriladi. ADO vs DAO. DAO bu access uchun maxsus. ADO esa nima bu? Universal.
Hop, amaliy misol keltirilgan bu yerda db yaratish va jadval qo'shish. Hop, mana sub db yaratish, dim demak o'zgaruvchi e'lon qilyapti db DAO toifasidagi database o'zgaruvchisi va unga create database deb nima qiymat, mana bu nima tayinlab qo'yilyapti. Test ASSDB. Bu oldingi darsda o'tgan. Lekin mana bu yerda sizlar yozayotganinglarda programmani yozishda bu yerda o'sha o'zinglar diskinglardagi adresni yozishinglar kerak. Mana bu nom bu joriy papkada ochadi mana shu nimani. Ma'lumot test degan ma'lumotlar bazasini. Hop, keyin table degan o'zgaruvchi mana e'lon qilyapti. Albatta bularni ham jadval deb o'zbekcha nomlab qo'ysangiz ham bo'laveradi, ammo dimdan keyingi dim bu o'zgaruvchilarni e'lon qilish bo'lganligi uchun dimdan keyingi nomlarni siz albatta mana bu ma'ruzadagidek nima qilish shart emas. MB deb qo'yishingiz ham mumkin. Lekin MB desangiz boshqa joylarda ham MB deb ketishingiz kerak. Chunki o'zgaruvchining nomini dasturchi o'zi beradi. Hop, demak, tbl DAO TableDev toifasidagi e'lon qilinyapti va mana bu db deb yaratgan mana bu test ma'lumotlar bazasida create TableDev deb nima qilinyapti, e'lon qilinyapti. Jadval degan nom ostida bitta jadval e'lon qilinyapti. Hop, undan keyin demak mana bu jadvalni nimasi to'ldirilyapti. Bitta qatori to'ldirilyapti. Databasega mana qo'shilyapti va undan keyin protsedura o'zini ishini tugatyapti. Bu kod yangi db va jadval yaratadi. Yangi db yaratadi va uning ichida nima qiladi? Jadval yaratadi. Hop, endi DAO Data Access Object. DAO VBAda db ni boshqarish kutubxonasidir. Oldingi darsda ham qaysidir bitta darsda buni aytgan edik. U access uchun optimallashtirilgan. Hop, DAO obyektlari nimalar? Database, TableDev hamda record set. Ishlatish referensda Microsoft DAO 3.6 Object Library deb qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumot qo'shish o'zgartirish uchun record set add new update nimalari metodlari demak ishlatiladi. Hop, endi mana bu yerda ma'lumot qo'shishga doir misol keltirilgan. Mana ma'lumot qo'shish. Albatta bu yerda mana bu probel ma'lumot so'zida probelni o'chirib yuborishlar kerak, noto'g'ri bo'lib qolibdi. Chunki nima nomda, mana bu nomda nima bo'lmasligi kerak? Nomni o'zini shakllantirish qoidalari bor, apostrof belgisi bo'lmasligi kerak nomda ichida. Shuning uchun ma'lumot qo'shishda ma'lumot so'zini haligi apostrofsiz yozishinglar kerak. Hop, db-dim mana o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Yana bu yerda record set toifasidagi o'zgaruvchi ham e'lon qilinyapti va joriy ma'lumotlar bazasida bitta nima mana bu record set jadvalga bitta record set qo'shilyapti va uni maydonlari aniqlab qo'yilyapti. Bir update qilib qo'yilyapti. Bu kod jadvalga ma'lumot qo'shadi. Jadvalga demak bitta ma'lumot qo'shar ekan. Mana bu idsi 1 bo'lgan bitta ma'lumotni qo'shar ekan. Endi keyingi band bizda amaliy misollar va xatoliklar bilan ishlash. Xo'p. Endi siz demak xatoliklar bilan ishlashni demak bilasizlar. Mana bu narsani biz oldingi darsda ham yozgan edik. Bu demak ana shu kodga qo'shib ketish orqali xatoliklar bilan nima qilishingiz mumkin? Ishlashingiz mumkin. Hop, demak API orqali siz biror faylni nomini olishingiz mumkin va db ga yozishingiz mumkin, foydalanuvchi nomini olishingiz mumkin, hokazo hokazo. Bularni sizlar biz amaliy misollarda ko'rib chiqishimiz joiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga uyga vazifa amaliy misollarni ko'rib qo'yish. Hop, endi keyingi nima? Keling biz nimani API sistemasini ishlatishni bir qator ko'rib chiqaylik. Ya'ni mana bu API demak Windows API funksiyalaridan foydalanib biz foydalanuvchi nomini olishni ko'rib chiqaylik. Mana bu nima? Kod shunga mo'ljallangan. Buning uchun demak biz keling nima qilaylik? VBA ga kiraylik. Men shuni bir qator ko'rsatib ketmoqchiman sizlarga. Mana bu yerga kiraylikda, mana bu ma'ruza darslarda mana bu yerda bitta nima ochaylik? Bitta misol tariqasida Excel fayl ochaylikda. Hop, ma'ruza 12 misol
misol 1 deb misol 1 deb qo'yaylikda masalan. Bunga keraklikda buni biz makrosga izn beradigan holatda avval saqlab qo'yaylik. Har gal qiladigan amaliyotda bu ishni ko'p qilyapmiz. Xo'p, keling mana bu yerga mana Excel macro enabled tanlayapman, save'ni bosyapman. Demak, mana bu yerga chiqsam, bu yerda mana bu ikkita hosil bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Mana bu ikkinchisi ham hosil bo'ldi. Biz mana buni o'chirib yuboramiz deb aytganmaslarga o'chirib yubordik. Demak, buni hozir o'chirdikda mana buni demak, mana bu joyga kiramiz. Mana bu joyga kiraylik kelinglar. Hop, shu joyga kirdikda, endi biz bu yerda demak makros yozishimiz mumkin. Yana bir qator men tekshirib qo'yay buni. Hop, mana shu joyda XLSM turibdi, to'g'ri. Hop, shuni ochdim mana. Hop, mana shu yerdan developer nimasiga o'tib, menu satriga o'tib, bundan Visual Basicga kiraylikda. Mana shu joyda biz mana bu ma'ruza matnida berilgan nimani foydalanuvchi nomini olish protsedurasini nima qilaylik? Ko'chirib olaylik. Mana copy qildim men. Endi bu yoqqa o'tib, mana bu joyda modul bitta ochamiz. Mana bu yerdan keling, modul ochdik. Ochdikda mana bu yerga paste qilib tashlaylik. Paste. Hop, endi foydalanuvchi nomini olib, u nom qayerga chiqarilar ekan? Mana bu yerda message boxga foydalanuvchi nomi deb turib, message boxga nima qilinadi? Bu chiqariladi. Hop, endi foydalanuvchi nomi nimaligini yana bir bor eslatib o'tyapman sizlarga. Foydalanuvchi nomi degani bu Windowsdagi foydalanuvchi nomi. Ya'ni misol uchun aytaylik, Windowsni siz kompyuteringizga o'rnatayotganda yoki undan keyinchalik siz o'sha nomni o'zingiz o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Bu demak Windowsdagi foydalanuvchi nomini Office ilovalariga va VBga o'zi aloqasi yo'q. Ya'ni bu operatsion sistemadagi nom bu. Ana shu nomni biz olib VBda olish mumkinligini nima qilyapmiz? Namoyish etmoqchimiz hozir. Bu yerda maqsad mana bu nimadan foydalanish? Mana biz bu nomini ol deb yozib qo'yibmiz. Mana bu yerga f nomini ol. Ya'ni qisqaroq men yozdim, fayl nomini ol degan ma'noda. Bu mana shu ikkita qator e'lon qilyapti mana shu funksiyani. F nomini ol degan funksiyani nima qilyapti? E'lon qilyapti. Agar yangi versiya bo'lsa, 64 bitlik kompyuter bo'lsa, 64 bitlik operatsion sistemada ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu qator ishlaydi ekan, declare degan qator. Mana shu qator ishlaydi. Aks holda eski sistemalar uchun mana bu qator nima qilar ekan? Ishlab ketar ekan. Va biz f nomini ol degan narsadan keyin mana bu nima sub foydalanuvchi nomi degan nimani ichida mana bu yerda ifda biz nima qilyapmiz? Olyapmiz, foydalanyapmiz mana bu yerda. F nom deb turib, qovushicha nom insize deb beryapmiz. Xo'p, keling, bu agar biror bir xatolikka yo'l qo'ymagan bo'lsak, bu demak bizga nima qilish kerak? Ishlash kerak. Biz bilamiz, ishlatishni mana bu yerdan bosamiz. Hop, mana bu makrosni ishlatasam deyapti. Hop, keling ishlataylik. Run. Mana foydalanuvchi nomi Jamol deb yozib chiqdi. Demak, meni kompyuterimdagi operatsion sistema bu Windows 11 degan operatsion sistema o'rnatilgan. Meni mana notebookimda ana shunda men uni foydalanuvchi nomiga nimani kiritib qo'yganman? Jamol deb o'zimning ismimni kiritib qo'yganman. Mana buni nima qilyapti? Olyapti. Va biz uni xohlasak mana Excelni katagiga yozishni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Siz uni bilasiz. Message boxga chiqarmasdan Excelni katagiga yozib qo'yishni ham bilasiz. Biz Excelda o'tganimizda buni yozib ko'rsatganmiz katakka qanday yozishni. Xullas, bugungi darsimizni asosiy mohiyati bu nimadan iborat ekan? Bu Windows API funksiyalari bilan ishlashdan iborat ekan. Ana shu funksiyalardan qanday foydalanishni biz ko'rib chiqdik. Xo'p, demak sizlar ma'ruza matnini to'liq o'qib chiqinglar. Bu yerdagi keltirilgan protseduralarni ishlatib ko'ringlar. Xato ro'y bersa, xatoliklarni tuzatinglar. Sizlarning ixtiyoringlarda nima bor? Internet bor. Butun ma'lumotlar nimasi bor? Ma'lumotlar bemalol olishinglar mumkin hamma joydan. Hozirgi kunda biror joydan ma'lumot olish o'zi qiyin bo'lmay qoldi. Xo'p, salomat bo'linglar. Leksiyani to'liq o'zlashtirishinglar kerak bo'ladi.